Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov-Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. O'zbekistonda Rossiyaning barcha shaharlariga avtobuslarimiz qatnayapti. Rossiyaning juda ko'plab shaharlaridan O'zbekistonga ham avtobuslarimiz qatnayapti. Bemalol ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz hamda o'zingiz uchun joy yozdirib qo'yishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Krasnodarga yaqin bo'lgan, Rostov-na-Donuga yaqin bo'lgan juda ko'plab shaharlardan Krasnodar va Rostov-na-Donu orqali ham ketishingiz mumkin. Videoga like bosishni unutmanglar.